Kontaktingizda qaysi mashhur odam telefon raqami bor? Hech qaysi. Kontaktingizda qaysi mashhur odam telefon raqami bor? Hech kim bilmaydi. Kontaktingizda qaysi mashhur odam telefon raqami bor? Yo'q, mashhurlardan yo'q. Qaysi bloger, aktyor? Yo'q. Qalagani. Kontaktingizda qaysi mashhur odam telefon raqami bor? Juda mashhur odamlar. Yo'q. Kontaktingizda qaysi mashhur odam telefon raqami bor? Yo'q, menda. Kontaktingizda qaysi mashhur odam telefon raqami bor? Onamni nomini. Kontaktingizda qaysi mashhur odam telefon raqami bor? Murod aka bor, miting adasi bor. Siz o'zi siz haqiqatdan taniydigan bo'lsalar, men sizga naqd Taniyman ekanman. Kontaktingizda qaysi mashhur odamning telefon raqami bor? Assalomu alaykum. Mashhurlardanmi? Asror akam bor. Iskandarov. Hozir uni video orqali telefon qilib, haqiqatdan sizni tanidimi yo'q shuni bilishimiz kerak. Agar siz taniydigan bo'lsalar, gapga sizga naqd 100 ming so'm beraman. Bo'ldi, muammosiz. Ko'tarsinlar-da faqat. Alo, assalomu alaykum Asror aka. Meni taniysizmi yo'qmi? Shunga qiziqishyapti. Aka, taniysizmi meni o'zi? Taniyman, okey. Men lekin video yuzsiz bular telefon qildilar, lekin ovozdan ham tanib oldi degan umiddamiz. Gap yo'q. 100 ming sizniki. Hozir sizga eng muhim savol beraman. Bu videomiz taxminan qancha layk yig'adi deb o'ylaysiz? 30 mingtacha yig'sa kerak deb o'ylayman. Okey, 30 mingta layk yig'ish uchun ham hozir layk bosib qo'ying.